Banda vafot etdi. Qabrga qo'yishdi. Qabrida qolgan birinchi kecha. Qabrga qo'yishdi, odamlar ketishdi. Bir kun boshimizda bor shu. Shap turpoq tashayotganini eshitib yotadi. Hammamiz boshimizda bor. Alloh taolo aytadi: "Ey bandam, seni qoldirib ketishdi. Bu mayitni uyda birinchi kun mahzunlik, qayg'u, yig'i. 2 kun o'tgandan keyin sal esdan chiqishni boshlaydi. Bir hafta o'tgandan keyin bu mayitni odamlar sekin-sekin unutib, hamma o'zini ishi bilan ovora bo'lib ketadi. Bir oydan keyin boyagidek o'yin-kulgi, valima, sayohat, mayit qabrda qolib ketdi." Alloh taolo aytayapti: "Ey bandam, seni qoldirib o'zlari ketishdi. Tuproqqa berishdi. Agar sen bilan qolganda ham senga ularning foydasi tegmas edi. Endi sen uchun mendan boshqa hech kim yo'q. Endi sen uchun mendan boshqa hech kim yo'q. Men esa hech qachon o'lmaydigan al-haydirman. Nimani yaxshi ko'rgan bo'lsang, ey banda, qabrda yotgan banda, hamma narsa qoldi. Xotining ham, uying ham, vataning ham, yurting ham, zamoning ham, puling ham, mashinang, nimang bor? Nimani yaxshi ko'rganding? Hammasi qoldi. Mana endi haqiqiy zot bilan yakkama-yakka qolding. Shuning uchun inson yaxshi ko'rmay iloji yo'q bir narsani. Inson yo abadiy bo'lgan narsani yaxshi ko'radi yoki foniy bo'lgan narsani yaxshi ko'radi. Shuning uchun aytamiz, muhabbat ahllari, Allohga oshiqlar ikki dunyoni sharafiga erishishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Al-mar'u ma'a man ahabba." Kishi qiyomatda kimlar bilan birga bo'ladi? O'zi yaxshi ko'rganlari bilan birga bo'ladi. Biz kimni yaxshi ko'ramiz? Biz Allohni yaxshi ko'ramiz. Biz Muhammad alayhisalomni yaxshi ko'ramiz. Biz sahobalarni yaxshi ko'ramiz. Tobiinlarni yaxshi ko'ramiz. Mo'minlarni yaxshi ko'ramiz. Va umid qilamiz mana shu muhabbatimizni sharofatidan shular bilan qiyomatda birga turishlikka. Garchi ular bilan birga turishlikka amallarimiz yetmasa ham, muhabbatimizni da'vosi bilan turishlikka umidimiz bor.